Nodir To'raqulov Milliy xavfsizlik xizmatida Xudo laqabini olgan shaxs. Bu laqab bejiz emas edi. U o'zini odamlarning taqdirini belgilovchi, ularni istagancha jazolovchi yoki ozod qiluvchi, hayotini buzuvchi yoki tiklovchi kuch sifatida ko'rsatgan. Oddiy tergovchidan polkovnik darajasiga ko'tarilgan To'raqulov uzoq yillar davomida MXX tergov boshqarmasida ishlagan va tizim ichida qo'rquv ramziga aylangan. 2018-yil 25-oktyabr kuni O'zbekiston Oliy sudining harbiy hay'ati unga hukm chiqardi. Sud qaroriga ko'ra To'raqulov 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi va 81,92,000 so'm jarima to'lashga majbur qilindi. Bu jarima o'sha paytdagi eng kam ish haqqining 400 barobariga teng edi. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining o'nlab moddalaridan ayblov qo'yildi. Tovlamachilik, o'zlashtirish, pora olish, firibgarlik, hujjatlarni qalbakilashtirish, aybsiz kishini javobgarlikka tortish, qiynoqqa solish va hokazo. Biroq hukm chiqarilgach ham ishlar to'xtamadi. To'raqulovga qarshi yana bir jinoiy ish ochildi. Bu safar ayblovlar yanada og'irroq edi. Odam o'g'irlash, qotillik, qiynoqqa solish kabi moddalar bo'yicha tergov olib borildi. Demak, u nafaqat moliyaviy jinoyatlarda, balki inson hayotiga bevosita tajovuz qilishda ham tilga olingan. Qamoqdagi taqdiri esa ramziy tus oldi. 22-sonli koloniyadagi ishlab chiqarish sexida ehtiyotsizlik oqibatida uning 4 barmog'i uzilib ketdi. Bir paytlar odamlarning qo'lini majburan imzo qo'ydirgan shaxs oxir-oqibat o'zining qo'llaridan ayrildi. To'raqulovning ismi omma uchun ochiq tarixiy kitoblarda uchramaydi, lekin yopiq papkalar, sud hujjatlari va koloniyadagi mish-mishlar uni unutishga imkon bermaydi. Xudo laqabi bilan yuritilgan shaxs aslida tizim zulmatining ramziga aylangan holda O'zbekiston siyosiy tarixida qorong'u iz qoldiradi.